Assalomu alaykum Javohir o'z obunachilari, hurmatli aka-ukalar, uzoq yaqindan musofirdan kuzatayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz. 2026-yil haftaning dushanba kuni 2-fevral Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'on mahalladagi Sho'ra ot bozoriga keldik. Bugun xudo xolasa shu yerda video syomkalar qilib beraman. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, layklarni ayamasdan bosinglar, kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysin. Xudo xolasa mana boshladik doiladan. Mana boshladik. Assalomu alaykum aka, necha pul so'raysiz jonivorga? 30 million so'rayaptilar mana. Necha yashar bu aka? 5 yosh. Bo'ylari? 1.65. Bo'ylari 1.65 chiqadi zotilar. Zoti nima aka buni? Qorabayir. O'zimizdan toza qorabayir. Uloga chopganmi aka? Uloga chopmagan-a? Uloga kirmagan mana. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Hop, nomeringizni ayting. 90 251 0339. Ana aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorimiz. Nech pul so'raysiz do'stim bunga? 4700 so'raysiz. 4700 so'rayaptilar. Zoti nima buni? Ha? Qorabayir ekan zotlar. Buni qaranglar. Bo'ylari necha chiqadi? 65. Bo'ylari 1.65. Necha yashar? 6-7 atrof, 7 ga qarab ketyapti. 7 ga qarab to'layotgan ekan. 6 yosh 7 ga qarab ketyapti. Uloga kirganmi? Uloga kirgan-a? O'zi haydab ko'rganman. Yaxshi bo'lganmi? Kuchlari ham. Mana oldilari. Orqalarini qaranglar, mana orqalari. Bozor savdo qildimi? Yaqinda kirib ketdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 97 874 97 87. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorimiz. Assalomu alaykum. Aka nech pul so'raysiz? 35 million so'rayaptilar. Zoti? Qorabayir. Bo'ylari necha chiqadi aka? 1.50 plyusda. Bo'ylari 1.50 plyusda. Necha yashardingiz? 7 yosh. Uloga kirganmi? Uloga kirgan zotdilar mana orqalari. Tepalari mana. Bozor savdo qildimi aka buni? 25,5 bo'pti. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? 97 855 90 80 90 ekan nomerlari mana. Aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorimiz. Bitta yurg'izing bu yoqqa qarab aka. Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka jonivorga? 35 million so'raysiz. 35 million so'rayaptilar. Zoti nima aka? Qorabayir. O'zimizning toza qorabayir mana. Bo'ylari necha chiqadi? 1.60 bo'ylari. 1.63 chiqqan. 1.63 chiqqan ekan. 1.60 kiloga qo'yamiz mana. Necha yashardingiz aka? 5 yashar. 5 yashar. Uloga kirmagan. Kirgan-a uloga? Mahallada uloga chopib yuribdi mana. Oldi qismlari ham. Mana turishlariga e'tibor beringlar mana. Oyoqlari. Bozor qancha qiladi? Bozor 27 million qo'yotgan ekan mana orqalarini ham qaranglar. 27 millionga berilmayapti ekan. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Ayting. 97 766 3003 aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Dastavkalar ham bor aka? Dastavkalar ham bor. Bemalol kelishsanglar, xohlagan 12 ta viloyatga chiqarib beradilar. Mana Baxtiyor akam 4 ta toy olib tushibdilar. Xudo xolasa o'shalarni bitta-bitta tushuntirib o'tadilar. Hammasini 4 ta. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Charchanapsiz? Bu 5 yashar. 5 yashar bu. Ha, bahorgi 5 yashar. Mana 5 yasharga to'lar ekan. Zoti nima buni aka? Danchak bu. Danchak. Bo'ylari? 1.60. Bo'yi 1.60. 1.58, 1.60. Mana turishlariga e'tibor beringlar buni. Necha yashardingiz? 5 yashar. 5 yashar. Uloga kirganmi bu? Bir ikki marta kirgan, lekin unaqa uloqga javob yo'q lekin. Javobi yo'q. Necha pul dedingiz buni? 30 million so'rayapmi, kami bor. 30 million kami bor. Minishlari yuvoshligi javob. Yo'q, hammasi zo'r.
Mana javob zotdilar. Mana keyingisini ko'rsatamiz. Mana bu ikkinchisi. Mana orqalari. Bu o'ziz boqotgani. O'zlari boqotgan. Necha yashar bu aka? Bu 8 ga to'ladi bahorda. 8 ga o'tmas ekan mana. Bu ham orqa uloqni javobi. Uloqlariga javob. Uloqlariga javob. Necha yashar bo'ldi? 8 o'tini. Ha, 8 ga to'ladi dotdilar. Bo'ylari necha chiqadi aka? 160, 158 ga. 160 chiqadi dotdilar, 158 ga o'rar ekansizlar mana. Uloqlariga garantiya bor dedilar buni. Yuvoshligi ham javob. Yuvoshligi ham javob dotdilar. Zoti nima buni aka? Danchak bu ham. Bu ham danchak. Mana danchak ishqibozlariga. Mana keyingi otimizni. Bu 9 yosh. 9 yoshi. Ha, bu oldi. Ularni oldi. Bu ularni oldi ekan. Mana orqa qismlari. 70. Bo'ylari 170 dotdilar. Bo'ylari 170. Bunga nech pul so'rasiz? Bunga 45 so'rayman. Bunga 45 million so'rayaptilar. Necha yashardi? 9 yashar. 9 yashar. Zoti nima buni? Bahorda. Bu Qorabay. Bahorda 9. Unga nech pul so'radingiz danchakka bu ikkinchisiga? Anonga bunga 30 dan so'rayman. 30 dan ikkalasi kami bor. Mana bu 4-inchimiz. Bu 5 yashar. Bu 5 yashar. Bahorga 5 o'tini bu. Bahorda xudo xolasa 5 yoshga to'ladi. Prosta mingi bu. Bu minga Prosta mingi. prosta mingi qilib qo'yishgan buni. Ulogi ham kirmagan hali. O'zingizlar tarbiya qilsanglar bo'ladi mana. 5 yasharga endi bahorda to'lar ekan. Chiroyliligini qaranglar buni mana oyoq qismlari. Buni zoti nima aka? Buni zotini bilmadim. Zoti Zotini bilmadim. qora bayrimi deymi? Qora bayr bo'lsa qora bayr. Lekin gibridga o'xshaydi aka. Gibrid variantga o'xshatdi mana. O'zingizlar kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Qanaqa zotligini. Bo'ylari necha chiqadi aka uni? Bu 72, 70 dan 70 ga olaveradi buni ham. Buni 170 larga olaverasizlar. Buni narxi necha pul aka? Buniki ham 45. 45 kami bor. Xudo xolasa kelishadigan joylari bor. Nomeri aytaylik aka. 97 lik. 97 lik 78 708 62 22. 6222 aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa dastlabki xizmatlari ham bor. Dastlabki O'zbekiston bo'yicha dastlabkasi bor. Bor. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, charchamang. Mana keyingi jonivorimiz. Nech pul ekan ukam bu? 30 million kami bor dot. Bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari 1.55. Necha yashar? 4 yashar. 4 yoshga to'libdi. Zoti nima? Qorabayir. O'zimizning Qorabayir. Mana orqalari. Bozor qancha qilyapti? Savdo bo'lmadi? 30 millionmi? 30 million kami bor deyishyapti mana. Mingi bo'lgan. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 95 lik. 95 lik 835 835 53 53 aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Mingi bo'lgan. Mana jonivorimizda keyingisi. Nech pul ekan uka? 30 million kami bor deyaptilar. Mana orqalar. Bu yoqqa qarab bitta yurg'izaylik. Necha yashar? 6 yashar ekan. 30 million kami bor ekan. O'ynashini qaranglar buni mana. O'ynab turar ekan. Bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari 1.60. Necha yashar? 6 yashar. Uloqlarga kirganmi? Ulog'ini bilmas ekan mana. Turishini qaranglar buni. Zoti nima buni? Qorabayir. O'ynashini qaranglar buni. Yomon o'ynab qo'yar ekan. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? 88 lik 099 27 26 aloqaga chiqsanglar mana. Shuni qaranglar buni. Raketa bo'yotibdi. Bozor savdo qildimi? Hali savdosi bo'lmabdi. Bemalol aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana orqalari. Mana keyingi jonivorimiz. Buni qaranglar. Qashqalari ham juda chiroyli tushgan ekan. Nech pul so'rayapsiz aka jonivorga? 70 million narx aytasiz. 70 million. 3,5 yashar. Bo'ylari 1.70. Zoti nima buni? Abakanga Rossiya chachishgan zotdilar mana. 70 million kami bor. Bo'ylari 1.70. 3 yashar. 3 yashar. Bozor savdo qildimi?
Endi kirib keldi. 70 million kami bor deyaptilar mana. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz aka. Ha? 91lik 165 51 aloqaga chiqsanglar mana. Yaqinda kirib kelibdilar. Telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Chiroyliligini qaranglar mana. Uzoqdan ham olib beraman. Mana orqalari. Mana keyingi jonivorimiz. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz jonivorga? Nech pul so'raysiz? 35 million so'raysiz. 35 million so'rayaptilar. Zoti nima buni aka? Zoti? Qorabayir aka. Qorabayir. Zoti qorabayir. Bo'ylari necha chiqadi? Ha? 165 zottilar bo'ylarini mana turishlarini qaranglar mana oyoqlari. Bo'ylari 165 necha yashardingiz? 9 yashar. 9 yosh. Uloqlari? Uloqlari bor 100%. Uloqlariga 100% garantiya zottilar. Zoti qorabayir. Mana ranglarini ham qaranglar. Mana oldilari ham. Qashqalarini qaranglar. Tushganni. Mana oldi korpuslari. Bozor astoydil qancha qotdi aka? 28. Bermadingiz. 28 million bo'pti, savdosi bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz ham? 99lik 3'te 5. 3'te 5 6. bitta 9. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Yurg'izing yo'lga qarab aka. Mana yurishlari. Orqa qismlari. Bemalol telefon qilib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorimiz. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz jonivorga? 30 million so'rayaptilar. Zoti nima buni aka? Qorabayir. Necha yashar? 6 yoshga to'libdi. Mana. Orqalarini ham beri 6 yashar ekan, qorabayir. Bo'ylari necha chiqadi aka? 160. Bo'ylari 160. Bozor qancha qotdi aka? Hali savdosi bo'lmadi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz ham aka. Ayting. 99lik 630 33 35 35 oxiri. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana keyingi jonivorimiz buni qaranglar. Assalomu alaykum aka. Nech pul so'raysiz jonivorga? 40 million kami bor. Zoti nima buni aka? Zotini bilmayman, yerga solamiz. Mana zotini bilmasangiz qorabayirga ham o'xshatdi. Kommentariyada yozib qoldiringlar zotlarini. Mana chiroyli qilib olib beraman. 40 million kami bor deyaptilar. Necha yashar bo'ldi aka? 6 dan 7 ga qarab ketyapti. Bo'ylari necha chiqadi dedingiz? Ha? Bo'ylari 160. Bozor savdo qildim aka buni? Bozor 32 qot bermadingiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz ham? Qo'yamiz. Ayting. 99lik 99lik 846 14 14 19. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Mana keyingi jonivorlarimizni qaranglar. Chiroyliligini. Assalomu alaykum aka. Bularni bitta ma'lumotini berib ketinglar. Nech pul so'raysiz bu jonivorga? 3000 dollar so'raysiz. 3000 dollar so'rayaptilar. Mana orqalari. Necha yashar aka bu? 2 yoshga. 2 yoshga to'ldi. Yo'q, 1 yoshi 9 oy. 1 yoshi 9 oylik. Bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari 165. Zoti nima buni aka? Yevropa. Zoti Yevropa mana. Qashqalarini ham qaranglar. Mana oldilari, oyoqlari. Hali 2 yoshga to'lmagan. Bozor buni savdo qildimi aka? Nech pul qildi oxirgi safariga? 2300 bermadi. Mana buni bermabdilar. Bo'ylari 160 dilar. Mana keyingi jonivorimiz. Bunga nech pul so'raysiz aka? 5000 dollar so'raysiz. 5000 dollar so'rayaptilar. Mana orqalarini ham ko'ringlar. Mana oyoqlari. Chiroyliligini qaranglar buni. Ranglarini. Buni zoti nima aka? Bu ham Yevropa. Necha yashar bu aka? 4 dan 5 ga o'tyapti. 4 yoshdan 5 ga qarab ketyapti. Uloqga kirmagan. Uloqga kirgani? Uloqlarga kirgan ekan, chopib yurgan ekan. 5000 dollar so'rayaptilar. Buni savdosi bo'lmadimi? Yo'q. Buni savdosi bo'lmadi. Keyingisi mana bunimizda. Bu
Bunga necha pul so'raysiz? Bunga 30 million so'raysiz. Bo'ylari 65 dan baland. Mana oldilarini ham qaranglar, mana oyoqlari. Bozor buni savdo qilmadimi aka? Yo'q. Buni savdo qilsa bo'ladi. Necha pul so'radi? 30 million kami bor deyaptilar. Necha yashar aka? 3 yashar. Mana shu 1 2 3 uchalasini ham savdo qilsanglar bo'ladi, donaga ham sotadilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz. Yana bor. Yana bor aka? Abakan ham bor. Abakan ham bor. Tegi serob ekan akamda otlar. Qiziqqanlarga nomer qo'yaylik aka. 93lik 560 560 25 25 80 80. 80. Ismingiz nima aka? Umid akaga aloqaga chiqsanglar, chiroyli otlardan qilib beradilar mana. Dastlabkilar bor. Dastlabkilar bor. Xudo xolasa. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana keyingi toylarni qaranglar, mana yoshlardan so'ragan aka-ukalarimizga yoshlardan. Assalomu alaykum. Aka necha pul so'raysiz jonivorga? 30 million o'zini oladi. 4 talasi 30 million. 4 talasi 40 million. Mana jonivorni qaranglar. Bozor qancha qilyapti aka? 8,5 dan bitta joyga bitmadi. Bitmadi. 8,5 milliondan bir joyga bitmabdi. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Aytib qo'ying nomeringizni. Tavakkal. Nomer o'ylada biz sotamiz, ketamiz. Sotilmagandan keyin nasib Shu sotaverar ekanlar. Charchamang aka. Mana keyingi toylar. Yoshdan so'ragan aka-ukalarimizga yosh toylar mana. Assalomu alaykum aka. Nima deysiz? Hali yoshiga to'lmagan, 1 yoshga to'lmagan mana. Oldilarini ham ko'ringlar. Mana shu 3 ta. Necha puldan so'raysiz aka bularga? 13 million so'm. 13 milliondan so'raysiz. 13 milliondan so'rayaptilar. Hali 1 yoshga to'lmagan toylar mana. Bo'ylari 1.40 chiqadi aka. Bozor astoydil qancha qilyapti? 1,5 dan qilyapti. Bermadingiz. 11,5 dan qilibdi, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? 90lik 133 27 62 aloqaga chiqsanglar mana yosh toylardan. Qaysi? Mana bu. Mana bu ham akamdan ekan. Bunga necha pul so'raysiz? 22 million kami bor. Aloqaga chiqsanglar mana bo'ylari necha chiqadi aka uni? 155 atrofida ekan. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Kelishtirib berasiz aka, kelishadigan joylari bor. Tegi serob ekan. Mana keyingi joylar jonivorlarimiz mana yosh toylar. Assalomu alaykum aka, necha puldan so'raysiz? Ular 1,5 yosh. 1,5 yashar. 1,5 yoshli. Mana 1,5 yashar toylar. 2 yoshga chiqadiganlar ham bor. Narigi chetdagilar Chetdagi 2 yosh ekan. Ikkitasi mana. Paltarashkalar ular, paltarashkalar. Necha puldan so'raysiz? 15 dan so'raymiz. 15 dan kami bor deyaptilar. Bu ham sizdan. Ha, bu ham bizdan. Mana bu ikkalasi ham akamdan. Mana. Bozor savdo qilyaptimi aka bilan? Savdo. Necha pul bo'ldi? 13 dan 12,5 dan so'radi. Bermadingiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ha, qo'yib. Ayting. 98lik 98lik 300 300 04 04 94 94 aloqaga chiqsanglar mana yosh toylardan. Savdo qilsanglar bo'ladi telefon qilib. Mana orqalari. Mana 4 tasi ham okadan. Bemalol telefon savdo qilaverasizlar. ko'proq kerak bo'lsa Bor 20 20 ta bor. bitta bor ekan. Aloqaga chiqib savdo qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana keyingi toyimiz. Assalomu alaykum aka. Necha pul so'raysiz toyga? Ha? 12 million so'raysiz. 12 million kami bor deyaptilar. Mana orqalari. 1 yoshga to'ldimi, to'lmadimi? Hali 1 yoshga to'lmadi. Bo'ylari 1.40 chiqadi. Bo'ylari necha chiqadi? 140 bordi. 1,5. Mana oldilari. 12 million kami bor deyaptilar. Bozor qancha qildi aka? 10,5 ga bermadingiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting. 93lik 599 36 50. Aloqaga mana savdo qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Mana ona boladan so'raganlarga, aka-ukalarimizga mana ona bolasidan. Assalomu alaykum aka. Necha pul so'raysiz ona bolaga? 33 million kami bor. Zoti nima buni aka? Toza qora bayi. Bolasi? Erkak. Bolasi erkak. Nechinchi qoringa tuqqan?
birinchi qoringa tuqqan bolani qaranglar, lekin sifat qilib tug'ib qo'yibdi. Birinchi qoringa. Mana orqalari, tepalari. Orqadan ovumidni ot tep qolmasin deb qilib yordam beramiz. Mana orqalari, onasini, mana bolasini orqalari. Bozor qancha qilyapti aka? 27 bola. Bermadingiz. Ona bolani. Ona bolani 27 qilibdi, bermabdilar. Qiziqqanlarga nomer qo'yamizmi aka? Ayting. 90lik. 90lik 873 873 25 15. 25-15. Aloqaga chiqsanglar mana savdo qilsanglar bo'ladi. Nech pulga oldingiz aka buni? Ha? 26 million. 26 millionga olibdilar mana. Qatga olib ketasiz endi buni? Sotdingizmi buni? Akam sotibdilar buni 26 millionga. Barakasini bersin aka. Mana keyingi jonivorlarimiz. Aka suv ishga nech puldan bular? 83 da ham olmayapti. 80. 83 dan olsiz, 80 dan so'rashyapti. 80 dan so'rashayotgan ekan. Oyog'i ham sotaverasizmi? Oyoqda 18 million, 17 million so'rayapti. So'rashyapti, bermayapsiz. Qiziqqanlarga nomer qo'yamiz. Berganimiz yo'q. Qiziqqanlarga Qiziqqanlarga bari bular suv ichib ketyapti. aytib qo'yavering, tavakkal. Yo'q, suv ichib ketadi, bari uni yana bezovta qilib oladi. 83 dan suv ishga beraman deyaptilar mana shularni. Rahmat aka, bozoringiz bersin.